Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Saida. Bugun men sizlarga "Qo'rsiqi ichib ketgan tukli qurt" degan ki kitobni o'qib beraman. Qo'rsiqi ichib ketgan tukli qurt. Ay nur chechib turgan bir tal yopirmoq ustida nihoyatda kichik bir tuxum bor ekan. Yakshanba kuni iliq quyosh ko'tarilibdi va chiliq qilgan bir ovoz bilan tang hem kichik hem qo'rsiqi intayin ichib ketgan bir tukli qurt tuxumni yerib chiqibdi. Tuxumdan chiqqan tukli qurt atrofga qarab yeydigan narsa izlabdi. Dushanba kuni u bir tal olma yebdi, lekin uning qo'rsiqi yanada to'ymabdi. Seyşembe günü tukli qurt ikki tal nishbut yebdi, biroq uning qo'rsiqi yanada to'ymabdi. Chorshanba kuni tukli qurt 3 tal oluvcha yebdi, ammo uning qo'rsiqi yanada to'ymabdi. Payshanba kuni tukli qurt 4 tal böğürgen yebdi, ammo uning qo'rsiqi yanada to'ymabdi. Cuma günü tukli qurt 5 tal apelsin yebdi, ammo uning qo'rsiqi yanada to'ymabdi. Shanba kuni tukli qurt bir parcha shokoladli tort, bir tal marujna, bir tal tarxamak, bir parcha pishloq, bir parcha qiza, bir tal sapoqliq kamput, bir parcha olmaliq tort, bir tal kolbasa, bir tal istakanlık tort, bir parça tavuz yebdi. U kuni kechda tukli qurtning qo'rsiqi nihoyatda og'ribdi. Ertasi yana yakshanba kuni kelibdi. Tukli qurt bir tal yomg'ir yap-yeshil yopirmoq yebdi. Shuning bilan u nihoyatda rohatlangandek his qilibdi. Uning qo'rsiqi hozir ancha ochmaydigan bo'libdi. U hozir burunqi kichik tukli qurt emas, balki hem semiz, hem yo'g'on bir tukli qurtga aylanibdi. U atrofga kichikgina bir ko'zak to'qibdi. 2 haftadan ko'proq turgandan keyin ko'zakni teshib chiqibdi. G'o'zakdan chiqqan tukli qurt hozir nihoyatda go'zal bir kipinaga aylanibdi. Xo'sh,